Assalomu alaykum do'stlar. Qayda o'tir darsxonamizga kelganlarni qarshi olamiz. Biz bugungi soat darsimizda Adobe Audition'dan foydalanib naqshlarni karaoke qilish, ya'ni naqshdagi odam ovozini chiqarib tashlash usulini o'rganamiz. Mashg'ulot jarayoni tuvandikcha. Men bir naqshni tayyorlagan, shuni avval Adobe Audition'ni ochib kirgizib olay. Bu naqshi Ablat Abdulakimninki eng yangi ijod shu tunji qatam ijod qilgan naqsh ekan. Buni men yaxshi ko'rib qilib tushirib olgan. Buniki karaoke yana benzosini topolmagandan keyin ham o'zim qilib boqay deb o'ylagan. Shu fursatda billa shuni ayirib chiqayli. Buni ayirishninki bir necha xil usuli bor. Buningda hujjatni tanlagandan keyin miyadin Xiaoguo degandan Li Tisheng, buningdan Zhongzhi Shengyin Dao Ti Chu Chi man tanlab, buningdan Rensheng Yu Chu degan tanlasak bo'ldi. Yoki mishadan qolganini tanlab, bizning shu muzikimizga qaysi mos kelsa shuni tanlab karaokega aylantirsak bo'ldi. Zaman bir qo'yib anglab boqayli. Naqsh bayat anglayli. Ankin miyadan biz qolgancha tangchash ep basak bo'lma ustida. Mouse'la bo'yicha qilsak hamda shuni bir avval sinab o'taylik. Baştan anlap bakaylı. Ama ovoz aslida bir ovoz bor. Buni biz naqsh aytgan vaqtimizda bu ovoz anglanmaydi. Mao bir xil usul, hamda oddiy usul. Hisobda karaoke bo'lib bo'ldi. Mana biz saqlab olayli. Saqlash uchun Tavcho buningdan Venjandan mana mishadan qolgan formatda saqlasak bo'ldi. Karaoke bir deb saqlab turay Jomyanga. Endi men saqlagan ekan, buni asliga kelib ama ovozni bir anglayotaylik biz. Hemen anladık, hem de bazılar biz özgertken karaoke'ni bir anglayli. Seliştirish uchun bu ko'p yo'llardan birini quray. Birinchisiga asli muzikani alınışıp kaptı ama asli muzikası.
Mana bu asli muzikasi qaranglar. Mau astidagisi o'zgartgandan keyingisi. Bunda qaraydigan bo'lsak, asli muzikasidagi mau muzika boya, o'zgartgandan keyin ozroq tuvallab ketdi hisobda. Süpti buzilib ketdi degan gap. Şoňa bu süptini buzmay o'zgartirib bo'lamdi degan vaqtda bo'ladi. Buni qanday qilamiz desak, munda qilamiz. Mau asli hujjatni açay. Açqandan keyin hamdaq anglaydigan bo'lsak, naqsha ndaq 3 alaydilik bor. Naqsha boshlanishdan burun muzika, undan keyin naqsha, muzika, oxirgi avjiga chiqqan muzika, shuning bilan oxirlashadi naqshlar. Asosan. Şoňa biz beshidagi muzika bilan chiqilmay, ovoz bor o'rindan boshlab, yana bir muzika bor o'ringacha tanlab olib, shunlam ovozni o'zgartamiz. Shuning bilan beshidagi muzika ta'sir ko'rsatmaydi, sifatlik bo'laveradi degan gap. Biz ham shunday qilaylik. Naqsha nereden başlandı şunu tapayla ol. Naqsha mishaydan boshlanibdi. Ya'ni 30 sekund degan joydan. Undan keyin oxirlash nuqtasini topamiz. Dur amal yal yal mana mishakaga chekkan. Dur amal Mush o'rindan 30 sekund degan kagicha. Agar ko'ramasak, medan cho'ng aytib olsak bo'ldi. Mana bu tanlay. Hamda mana biz mush o'rinni o'zgartmoqchi, shuni mush naqshdagi ovozni chiqaritmoqchi hamda biz shongodan lite shang man tanlab mumkin bu. Chungje shangdao dejuchi. Hamda anglab qaysi maskasi shu bakroq maskaga shuning bilan yung deganni tanlasak, qo'ysak, mana miyadagi ovozlar yo'qoldi degan gap. Mana 5da hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Naqshda shunday sifatli holatda qoldi. Shunaqmi? Endi biz ikkinchi o'rinni topaylik. Ikkinchi o'rindagi naqsh boshlangan o'rinni topamiz. Mana mush o'rin ekan. Misalan taqdiriga yo'qdir amal. Taqdiriga yo'qdir amal. Mush o'rindan mana mishakaga taxminan yo'qdir amal.
taqdirga azroq achay. yo'qdir amal. Qo'y Dal mana mishakaga chiqqan o, o'sha o'rin. Tanlab oldik, endi yana boyaqi usul bo'yicha Xiaoguo degandan Li Ti Sheng Shen Xiang, bundan Zhongzhi Shangdao Ti Ju Qi tanladik, endi Ren Qi keyin Ying Yong deganni bosaq bo'ldi. Mana shuning bilan manaka shundoq yaxshi suzib oldik. Muzika bajoyi bilan aplashmadik, ovoz bajoyi bilan ovozni chiqarib o'tdik. Chunki biz ovoz boshlangan vaqtida biz naqsha qo'yamiz emasmi, shunga chinib ketmaydi degan gap. Men bir saqlab o'taylik. Karaoke 001 bo'lsin buning ismi. Shuning bilan mobirini qilib oldik. Endi qiyinlik darajasi yana boshqacha bo'lgan. Yana boshqa birini qilib baqamdik. Masalan, men yana birini qolgan naqshdan birini akray. Menimcha yangi chiqqan bir naqshini qilib baqaylik. Mana bu naqshini. Oldi bilan buningki qoidasi o'xshash. Oldi bilan muzika bilan naqshaning o'rnini aniq bilib olamiz. To'xtatay. Naqsha mana bu yerdan boshlanibdi. Nakagacha deganda sen topasan. Bu Gülüm, ah gülüm, dilim dilim, can dilim, dilim berim, can dilim. Canı dilim. Aman tapdım. O'sha o'ringa chiqqan. Agar ko'ramisak, texmi cho'ngaytib topsaq bo'ldi degan gapda mana. Ma'urini tep oldim, sal kichiklatay. Mana ovoz o'sha o'rindan boshlanib mishakaga ekan. Ya'ni biz boya usul bo'yicha buni Xiaoguo'dan mana o'sha bo'yicha karaoke degan sinab baqaylik. Mana bu aylangan vaqtimizda diqqat qilgan nuqta. Hamiyatniki tanishashga bo'ladi. Bu odamning ovozini bek to'latimiz deb qolsak, naqshiningki chastotasi buzilib ketadi. Shuning bilan naqsha buzilib ketadi, muzika buzilib ketadi degan gap shunga. Ammo bu shu ta'minlab bergan uchurlar bo'yicha qilsak bo'ldi. Hakmiyatni o'zgartirib
üçerden tanışsak mı buludu? Biz şuna bunun qayta qilib mushu tanışap bergan sistemat göstergan usulü çıqlaylı yana bayqa o'xshash. Lityashang bunun ustidan cho'ncha deganda ondan karaoke degan tanlaymiz. Mana endi yung deganni bosgandan keyin ovoz yuqori. Birinci bilekni aylandırıp olduk, hem ikinci bilekke keleyli. Dilim Başlandı. onun ciddi periştesin. Bu ayaklanış noktasını tapmız. Ah gülüm, dilim dilim, can dilim, canı dilim. Dal mana bir şeygichi. Musharunga çeken. Yani o'xshash tanlab oldik bu usul bo'yicha. Litation hamon tanladik. Yani o'xshash yung. Mavrumu bo'ldi. Endi yana Bir yazgan sen. müzik boshlangan. Yerdan Benim takdur, takdur. musharundan boshlandı yana. Endi Bu seher dilim dilim. Can dilim. Gülüm dilim çüştür. yenip ketip qaldı. Qayta qilayli. Hech qisi yo'q shundaq ko'p sinab o'rgangan gap. Dilim dilim. Dilim Mana bir şeyden başlandı. Ondan oxirgi kelgacha. canı dilim. Mana bu kelgacha ekan. Yana bu mu? Bayqa o'xshash. Shougu ondan Lityashang ondan Techu. Yung. Dilim dilim, can dilim. Gülüm can dilim. Can dilim. Bo'ldi. Mana bu aylantirib oldik. Men bir anglaytamdoq peshni. Maniki shundan bilan muvaffaqiyatlik ma'noshinki ovozni ayirib etdik. Agar mushning o'xshagan karaoke muzikalar lozim bo'lib qolib qolsa, endi o'zimiz bevosita qo'l silib aylantirib olsak bo'ldi degan gap. Mana bir saqlab o'tay.
Şunun bilan biz bugungi soat darsimizda naqshiniki odam ovozini bevosita chiqarib o'tish usulini o'rganib o'tdik. Ko'pchilikningki xizmatlarida shuningdan yaxshi unumli foydalanishni umid qilamiz. Bugungi soat darsimiz bu yerda oxirlashdi. Ko'pchilikning ko'p rahmat. Kelar soatda ko'rishaylik.